Joriy yilning iyun oyida Buxoroda o'z faoliyatini boshlagan Buxoro Umra jamiyati davlat tomonidan berilgan barcha yuridik hujjatlar tegishli litsenziyaga ega bo'lib, yurtdoshlarimizning Umra ziyoratlarini tashkil etishdagi barcha harakatlarda ishtirok etadi. Ya'ni bu yerga tashrif buyurgan har bir mijozga hujjatlarni rasmiylashtirishdan tortib, safar ishlarini tashkil etish, borib kelish xavfsizligini ta'minlashgacha bo'lgan jarayonlar jamiyat tomonidan tashkil qilinadi. 2023-yildan o'z faoliyatini boshlagan jamiyat tomonidan bugungacha yuzlab yurtdoshlarimiz Umra amallarini bajarib qaytishgan bo'lsa, Buxoro Umra jamiyati tomonidan 15-avgust kuni ilk guruh Buxorodan muqaddas safarga otlandi. 180 nafar ziyoratchilarimiz inshaalloh bugun Madina ziyoratini va tez kunlarda o'sha Makka ziyoratlarini ado qilib qaytishadi. 14 kunlik ziyorat bo'lyapti inshaalloh. Bu reyslarimiz har hafta juma kuni davom qiladi. Bu ziyoratchilarimizga yaratilgan imkoniyatlar birinchidan Buxorodan to'g'ridan-to'g'ri reys bo'lishligi va Madinada va Makkada haramga eng yaqin o'sha mehmonxonalarda juda ham yuqori sharoitdagi o'sha xizmatlarni tashkil qilish bilan o'sha ajralib turadi. Inshaalloh yurtdoshlarimizga yanada qulay bo'lishi uchun, yanada ularga yaxshiroq bo'lishi uchun, yanada ko'proq yurtdoshlarimiz mana shu muqaddas joylarni ziyorat qilish uchun Buxoro Umra jamiyati o'z faoliyatini yana davom qildirib, rivojlantirib boraveradi. Jamiyat tomonidan muqaddas Umra safariga otlangan yurtdoshlarimiz uchun barcha hujjatlarni rasmiylashtirish ishlari va zarur sharoitlar yaratildi. Qolaversa, Jidda shahriga Buxoro xalqaro aeroportidan to'g'ridan-to'g'ri parvozning amalga oshirilishi ham ular uchun qo'shimcha qulaylikdir. Bizlar orzu havas qilardikki, o'zimizni shu Buxoroi sharifdan hojilarimiz haj umralariga borishni bugun ana shunday Buxoro Umra jamiyati tomonidan bizlarga ana shunday yaratilgan shart-sharoitlar uchun bizlar shu jamiyat rahbariyatiga, bunga bizga xizmat qilganlarning barchalariga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Asosan bunday umra safarlariga borib kelish tinchlik evaziga erishadigan narsa. Bu uchun bizlar o'zimizni respublikamiz rahbariyati muhtaram prezidentimizga, mutasaddi xodimlarimizga va bizlarga ana shunday shart-sharoit yaratib bergan Buxoro Umra jamiyatiga Allohning o'zi kuch-quvvat bersin. Baraka topsinlar, ilohim bizga qiynalmasdan hamma vaqt bizga yaxshi muomala qilib mana shunday kunga yetkazdi. Allohga shukronalar bo'lsin. Qashqadaryodanman. Mana bu umraga Qashqadaryodan kelib jo'nayapmiz. Ming bor tashakkur aytamiz bularga. Haj safarlariga jo'natyaptilar Buxorodan. Minnatdormiz bulardan. Tashkilotlari juda yaxshi. Hamma narsa bor. Muomalalari ham yaxshi. Hammasi yaxshi. Hammalaringizga rahmat. Muborak juma kunida sharafli bir muqaddas amallarni ijobatini tilab, barcha uchayotgan muqaddas umra ibodatini amalga oshirayotgan yurtdoshlarimizga, hamshaharlarimizga sog' salomat vatanlariga qaytib kelishlikni tilab qolaman. Va xossatan ushbu tashkilotga, ya'ni ushbu muborak amallarni tashkillashtirib, ana shunday qulayliklarni, yengilliklarni yaratib berayotgan Buxoro Umra jamiyati mutasaddilariga, xususan o'zim nomidan, oilam nomidan va butun Buxoro nomidan rahmat deb qolaman. Eslatib o'tamiz, Buxoro Umra jamiyati viloyatda faoliyat ko'rsatayotgan yagona davlat guvohnomasiga ega bo'lgan tashkilot sanalib, muqaddas ziyorat amallarini bajarish istagida bo'lgan hamyurtlarimizga ishonchli va kafolatli xizmatlarini taklif qiladi. Jamiyat tomonidan har hafta Buxorodan Jiddaga to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlar orqali ziyoratchilar Umra safarlariga yuboriladi.